Xorazm vohasida insonga zavq beradigan mana bunday joylar, chiroyli adirlari juda ham ko'p. Biz hozir Kunchihar zaminda Tuproqala tumanida turibmiz. Pitnak shahri va uning atrofi qadimda Pitnak vohasi deb atalgan ekan. Buni mana shu yerda yashovchi, tarixga qiziquvchi ustozlarimiz ham ta'riflab berishdi. Pitnak haqida so'z. Pitnak so'zining ta'rifi bu pitnakkina degandan kelib chiqqan. Bu to'g'rida ko'pgina olimlar tortishuv qildilar. Lekin ilmiy izlanish olib borib, uni asoslagan olim yo'q. İzlanyaptilar, tekshiryaptilar. Lekin Pitnak Xorazm tarixi kitobda Pitanak so'zida ishlatilgan. Pitanak degan podsho shoh bo'lgan. Buni Samarqandli olim Azim Malikov isbotlab berdi. Pitnak tarixi haqida faqat Seyitjon aka Qurbonov katta izlanishlar qildilar. Oddiyna o'qituvchi. Ilgarilari bu joyni Pitnak vohasi degan ekanlar. Shu haqda bir ozgina ma'lumot berib o'ting. Ko'chib kelgan xalq bu. Bu yerda kamida 40 ga yaqin elat bor. Qozoq, Qoraqalpoqlar keyingi vaqtda keldilar. Bular 30-yillardan keyin. Hozir o'zining maktabi, o'zining mahallasini ega. Turli millat. O'zi qancha yillik tarixga ega Pitnak? Pitnakning tarixini buni Xorazm tarixidan kamdab bo'lmaydi. Xorazm paydo bo'lishidan oldin bo'lishi mumkin. Xorazm vohasining har bir zaminida tarixiylikka daxldor bo'lgan hududlar bor. Biz hozir ijodiy guruhimiz bilan Xorazm vohasining janubiy tumanlaridan Tuproqala zaminiga keldik. Bu turgan joy Pitnak shahrining g'arbiy shimolida joylashgan tarixiy hududlardan biri ekan. Yulduzxon, mustaqilligimiz bois juda ko'p tarixiy ma'lumotlar yuzaga chiqyapti. Ayniqsa Qatag'on davridagi voqeliklarning bugungi kunda ilmiy tadqiqotlarda amalga oshirilayotganligi, oydinlashayotganligi bu quvonarli. Mana hozir biz Tuproqaladagi qatlgohlarning birisidamiz. Bunday joylar Xorazmda yana ko'p joylarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanday ma'lumotlar bor? O'zbekiston mustaqilligiga bu yil 34 yil to'ldi. Mana shu mustaqillik bizga o'zlikni anglash, iymon e'tiqodimizni qaytarib berdi va mana shu davlatimiz tarixidagi muhim shonli sanalar bilan birgalikda uning tarixida o'tgan qora kunlar tarixini ham nazar solish imkonini beradi. Sovet imperiyasining joiz bo'lsa, Sovet rejimining olib borgan siyosati tufayli Sovet hokimiyatiga qarshi fikrda bo'lgan yoki hech qanday bu fikrni ham bildirmagan mutlaqo aybsiz insonlarning barchasi qatag'on qurboni bo'ldilar. Siyosiy qatag'onlar dastlab 1917-yildayoq boshlanib ketgan bo'lsa, 1929-yilga kelib Sovet rejimi o'z hokimiyatini mustahkamlash maqsadida siyosiy qatag'onlarni rasman boshladi va eng katta qatag'on 1937-38-yillarga to'g'ri keladi va bu yillar katta qirg'in yillari deb tarixga kirgan. Ushbu yillarda juda ko'plab vatandoshlarimiz siyosiy qatag'on qurboni bo'ldilar. 1937-yildan 1953-yilgacha bo'lgan davr oralig'ida 100 ming o'zbekistonlik siyosiy qatag'on qurboni bo'ldi. Ularning juda ko'pchiligi otib tashlangan. Shu bilan birgalikda Xorazm viloyatidan ham juda ko'plagan siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz nomlari aniqlanib ma'lum bo'lib bormoqda. Keyingi paytda davlatimizning siyosiy irodasi tufayli siyosiy qatag'on bo'lgan yurtdoshlarimiz xotirasini o'rganish, tadqiq qilish va ular xususida ko'plab ilmiy maqolalar, kitoblar yozish va filmlar hujjatga olish yoki pyesalar yozish kabi topshiriqlar berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yildagi qarori shu bilan birgalikda 2024-yildagi siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan shaxslarning hayotini o'rganish va ularni abadiylashtirish to'g'risidagi qarorlari nuqtai nazaridan juda ko'plagan ilmiy ishlar olib bordik va yopiq arxiv hujjatlarini ham o'rganishga muvaffaq bo'ldik. Bu kabi hujjatlar shu paytgacha yashirin saqlangan, yopiq arxivlarda saqlangan va ular xalqqa oshkor qilinmagan. Sababi juda ham oddiy.
Chunki Sovet rejimi tomonidan mutlaqo aybsiz hisoblangan insonlarni otib tashlanganligi yoki umrlarini uzoq yillari qamoqxonalarda o'tganligini xalqqa bildirish bu davlatga nisbatan ishonchsizlikni yanada kuchaytirgan bo'lar edi. Qatag'on qurbonlari. Sadullo ota, siz bilan suhbat qurayotganligimizning boisi Pitnakda qatag'on bo'lgan kishilarning hayoti bilan shug'ullanib kelayotgan ekansiz. Shular haqida bir gapirib bersangiz. Mening o'zimning bobom Adamov Jumaboy birinchi qatag'on bo'lgan Hazaras rayoni bo'yicha. Bobomning ikkita qizi bo'lgan. Birisi Shukur Jumaboyeva, ikkinchisi Turna Jumaboyeva. İkkitasam birisi 5 yaşında, enam mening Turna 11 yaşında atadan qolib ketganlar bular. Qatag'on qilingani boylarni tugatish zamoni bo'lgan, tugatish deydilar, repressiya zamoni. Quloq qilish shunchaki zaman bo'lgan 28-30 yillarda boshlangan. Boylarni yo'q qilish maqsadida qilingan. Davlatning qonuni bo'yicha tugatganlar. Shunda u babam xonliqda ishlaganning akalari Qilich Niyozboy Arna yo'llangdagi. Shularni qazdirgan odamlar ular. Qilich Niyozboy kim bo'ladi sizning Qilich Niyozboy bizning urug'dan bo'lib, daraxtlar qiz bergan Jonibek boboga. Jonibek bobo Bag'atli asli. U kelib Xorazmda ish qarab kelib usta bo'lgan, duradgar. Darvoza yasagan, otlara egar yasagan. Ana shu bilan kuyov bo'lib qolgan. Shundan bo'lgan bolaning adi Qilich Jonibekov. Lekin oyog'ining kitobida Qilich Niyozboy deb yozilgan. Aleksandr bir yana borgan. 70 tuya yuki bo'lgan uning. Hech kim ishonmagandan keyin men kim ko'rgan shuni degan, ko'rgan bormi desam Gullangda Madaminov Saparov aka deganning bobosi bilan ishlagan ekan. Topdim, bordim, endi hozir shuning uchun dim ko'nglim ochiqda topganim uchun zo'r güçlü odamlar o'tgan urug'imizdan. Shularni yo'q qilganlardan. Bu ishim men 58-yilda Komiljon Abdullayev KPS tarixidan dars berardilar. Shunda mahalliy tarix haqida gapirganlardan keyin mening bobom ham qatag'on bo'lganlar ustoz desam, bu gapni hozir ochma, aytma dedilar. Shu bilan qiziqdim men. Aytmaychi-da, bu maxfiy narsa, davlatda siyosatga qarshi bo'lasan degani bilan indamay yurdim bir 10 yil. So'ng birdan ho'ra beda televizorda gaplab turgandan keyin, shu gaplar e'lon qilingandan keyin Xorazm haqiqatda gazetasına bordim, Arslanning Otajonov edi. Birga o'qamiz. Tamarat Pirmatov birga o'qidi men bilan. Gazetda Xorazm haqida bo'lgandan keyin shundan bir gap bor, mening buvamni qatag'on qilganlar, shu haqida bir material yozib berajak edim desam, yoza görme, gerekmidi unchaki temalar dedilar. Yana bir 5 yil o'tdi. Ana 50 yilda yana hammasi emas axir. İnislar ham bitirdik, ishladik ham. Xorazm haqida 2 yil o'tgandan keyin ro'yxat chiqib turibdi. Ro'yxatni olib ko'rsam, qatag'on. O'ttiz olti odim. Shuning ichida otangiz, buvangiz bormi? Birinchi. Enam o'lib ketdi. Xalama ko'rsatdim. Yine atağım dedi. Tapamız dedik. Yok hali tapılmaydı. Kabram yok. Çaparsiz gömülüp gitkenler. Qayerda gömülgen haqida. Ana ben ondan keyin juda canlandım. Tapamam bunu. Akademiya ham bordim. Hamma surishtirdim. Lekin bu davr hali hozirgining qatag'onlari yo'tarish bo'lgani yo'q edi. Ana shuning bilan bu gap boshlandi. Kichkina maqolalar tayyorladim. Qatag'on qurbonlari. Biz Tuproqala zaminidagi Pitnak shahrining g'arbiy shimolidagi Tappaliqir deb atalgan hududdamiz. Bu joy qatlgoh bo'lgan ekan. Ko'plab begunoh insonlarning qatlgohiga aylangan bu zaminda ham bugungi kunda
ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti. Bu yerda qatl qilingan insonlarning taqdiri o'rganilyapti. Mana biz hozir bu yerda Tapari kumi deb ataluvchi qatlgohda turibmiz. Bu qatlgoh Xorazmdagi joylashgan yashirin qatlgohlardan biri edi. Bu kabi qatlgohlar G'azavot kumida, Begavatda bo'lganligi, Qalajikqala atrofida bo'lganligi, shu bilan birgalikda Urganch shahridagi Go'zal Otabuva qabristonida ham bo'lganligi ma'lum. Shu bilan birgalikda Gujum tagi deb ataluvchi hududda ham yashirin mana shunday qatlgohlardan biri bo'lgan. Bu keyingi ilmiy o'rganishlar natijasida ochiqlandi va mana shu arxiv hujjatlarida qaysidir bir shaxs otiladigan bo'lsa, uning otiladigan joyi ko'rsatilmagan asosda va bu aniq bilinmagan, lekin norasmiy ravishda mana shu qatlgohlar mavjud bo'lgan. Bu xususda mana ilmiy adabiyotlar shu bilan birgalikda og'zaki tarix usulida ham o'rganishlarni olib bormoqdamiz. Shu jumladan biz viloyatimiz bo'ylab ilmiy ekspeditsiyalarga chiqamiz va mana shu jarayonlardan birida biz Pitnakdagi joylashgan Tapari kumini topishga muvaffaq bo'ldik. Bu yerdagi aholi va shu qishloqning, shu hududning vatanparvarlari, fidoyilari o'zlarining bobolarini, kechmishlari va achchiq taqdirlari haqida bizga so'zlab berdilar. Bu yerda 200 ga yaqin insonlarning otilganligi ma'lum. Ularni Toshkent shahridagi gulag lagerlaridan biriga olib ketish to'g'risida aholiga xabar berilib, lekin aslida kechasi mana shu joyda otib tashlangan. 80-yillarda bu yerda sanoat obyekti qurish maqsadida qazuv ishlari boshlanib yuboriladi va ekskavatorlar qazayotgan paytida juda ko'p inson suyaklari uyumlariga duch keladilar va shu bilan bu qurilish to'xtatiladi. Aholi bo'lsa ularni suyaklarini olib shu yaqindagi qabrlarga dafn qiladilar. Saychon ota, bu yerga yoshlik paytlaringizda kelganda qanday hayratlangansiz? Biz endi yosh paytlarimizda juda ko'p yerlarga kelganmiz, o'ynab shu yerda katta bo'lganmiz. Shu 60-yillardan bu yerda qatlgoh bo'lganligini eshitganmiz bobolarimizdan. Chunki yaqin bobolarimiz shu yerda qatl qilingan. Mustaqillikdan keyin bu yerga juda katta e'tibor bera boshladilar. Ayniqsa mana shu qatl bo'lganlar, qatag'an qilinganlar to'g'risida ko'p ma'lumotlar to'plana boshlandi. Biz ham bunda qatnashib bobolarimiz haqida ma'lumotlar berganmiz. Bobolarimiz 1931-yilda qatag'an bo'lganlar. Ular o'sha paytda guruh bo'lib qatl qilingan bu yerda. Bir ma'lumotlarga qaraganda 18 nafar, bir ma'lumotlarga qaraganda 28 nafar qatl qilinganligi ma'lum. Ular orasida shunday insonlar bor, ajoyib ishbilarmon, boy tadbirkorlar bo'lgan, oqsoqollar bo'lgan, shular orasida yana yakka dehqonlar bo'lgan. Ana shunday kishilar shu yerda qatl qilingan. 200 dan ortiq kishi mana shu qatlgohda qatl qilinganlar. Shularni biz albatta bilishimiz kerak. Qanday qatl qilinganligini, kimlar tomonidan qatl qilinganligini albatta biz bilishimiz kerak. Chunki ularning yod olish bizning burchimiz hisoblanadi. Mana davlatimiz, shaxsan prezidentimiz ham mana shu qatl qilinganlarni aniqlash, ularni oqlash masalasi bo'yicha juda katta ishlarni qilyapti. Biz prezidentimizdan juda katta minnatdormiz. Biz shu ko'rsatmalar asosida shunday ishlarni albatta qilishimiz kerak. Ularni qidirish, topishimiz kerak. Qatlgohlarni aniqlashimiz kerak. Davlatimizda qayerlarda bo'lsa, ularning familiyalarini to'plashimiz kerak. Kitob oldi nashr qilishimiz kerak. Ayniqsa 37-38-yillarda rayon bo'yicha juda ko'p kishilar, Adolat rayoni bo'yicha juda ko'p kishilar qatl qilingan. Shularning ko'p foizini Pitnaklar tashkil qiladi. Ularni ham biz asta-sekinlik bilan familiyalarning ismlarini aniqlayapmiz. Umuman ishlarimiz bundan keyin ham davom qiladi deb men umid bildiraman. Yana izlanish qilsam, akademiyadagi Ibrohim Mo'minovning yaqinlari Pitnakdan ekan. Shular biza Pitnakdan degandan keyin qaysi qishloqdansiz, qaysi mahalladansiz surishtirib, yana shu bobom qatag'on qilingan, shu haqida bir yordam bering. Topali shuning bir tarixini dedim.
Ah dedi, İbrahim Möminov tağamız şu iş boyunca şug'ullanardi. Qana indi dediler. Başka böyle adam yok mu desem, özellikle Samarkand'da tarihçi Azimbay ayttılar. Azimbay bilen başqatırdık. Hemmesini az-azdan yingnap koluna verdim. Lekin ikinci mertebe babam qamalgan axı. Birincisinde mal mülkini musadara qilib, uylarını açıp taşlap, balaları köşeye çıkarıp, devlet düşmanının balaları deb juda qiynalganlardan. Unda babam kolxozda ishlagan, at aravasi bo'lib. Undan bir 4 yil o'tgandan keyin göz paraxod Dassaqada bo'lgan vaqtda. Dassaqada paraxodda yukchi bo'lib ishlagan. 38-yilda fevralda kelgan paraxod Charjava borib keladi-ku. Ana shu kelganda Jumavoy endi surishtirib boshladilar. Bir gap topilmasin, uchlikka yurin, izaba olib qo'ysinlar seni deb molla bo'lganda. Lekin yanında o'qib bir o'qigan mollalarning hammasi hozir amayat. Bir şu babam gitgan arada. İbrahim Möminov shug'ullagan ekan evvelen. Bu hujjat Amir Temur babamızning pitnaklik shayxlarga bergan hujjati bu. İbrahim Möminovning kitobidan bor. Bu ko'p harakat etdik. Babam bunu emas, lekin buning qo'l bilan Xiva xonliqda qaytadan yozib berib tasdiqlangani bor. Bu uyda bo'lgan. Babam qo'lida olib borgan, bir narsada mukofot beradi. Nerede? O'sha yillari bundan 600 yillar burun qilingan. Bu haqiqiy birinchisi bu. İbrahim Möminov qo'lyozmalar ismida Pirozdan olib topshirganlar. Piroz bergan buni. Bu nusxani bor. Lekin babalarıma bergan nusxa. Babamning o'zi bilan ketdi u. Olib borib ko'rsatgan uchlikka. Arabcha xat ekan, sen molla ekansan, dindorlar yo'qotish davri keldi deb 3 kunda yo'qotib berganlar uni. Bu ama. Nereye gitkenini hiç kim bilmedi. Eğer şunu tapsak 36 mühür bulgan pesinde. Yine bir 12 bulgan, 12 tane. Köpüsü kabristana gömüp, misliklere gömüp, bu tapılmayın duruptu hazır. Qatag'on qurbonlari. Katta qirg'in davridagi insoniyat uchun qilingan genotsid xalqimizga nisbatan ham amalga oshirildi va O'zbekiston eng ko'p jabr chekkan hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda O'rta Osiyo lageri yoki bo'lmasam Kalima, Dmitlak lagerlarida va boshqa juda ko'plagan lagerlarda o'zbek vatandoshlarimiz bo'lganlar. Ularning ichida xorazmlik yurtdoshlarimiz ham bor edi. Bizning muzeyimiz tashkil qilingan, ya'ni 2018-yilda 1375 nafar xorazmlik yurtdoshlarimizning ism shariflari ma'lum bo'lgan bo'lsa, shu o'tgan davrgacha, ya'ni 2025-yilgacha ilmiy tadqiqotlarimiz natijasida 6100 dan oshiq bo'lgan yurtdoshlarimizni ism shariflarini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Ular arxiv hujjatlarida quloq sifatida ko'rsatilgan yoki bo'lmasam yot unsur, ya'ni ijtimoiy begona qatlam vakillari sifatida qatag'on qilingan, o'sha davrdagi siyosiy faoliyatda qatnashishdan mahrum etilgan, partiyadan o'chirilgan yoki siyosiy huquqlardan mahrum etilgan yoki uzoq muddatli gulag lagerlariga yuborilgan. O'sha paytlarda uchlik sudlari faoliyat yuritgan, uchlik sudlariga dastlab 8-10 yil muddatga gulag lagerlariga, ya'ni NKVD huzuridagi lagerlar bosh boshqarmasi ixtiyoridagi mehnat tuzatuv lagerlariga jo'natish hukmi belgilangan bo'lsa, keyinchalik katta qirg'in yillarida ularga oliy jazoga ham hukm etish vazifalari, vakolatlari beriladi va juda ko'p hujjatlarda bu insonlarni oliy jazoga hukm etilganligi va ularni mol mulklari tortib olinganligi haqidagi ma'lumotlar mavjud. Pitnak haqida so'z. Tarixte ma'lum ki 1931 yılda azatlık küreççileri Özbekistan hududiga, Türkmenistan hududiga Afganistan'dan başka yerlerden hücum kıladılar. Şu cümleden Xorazm yeriga Cüneyxan başçılıqdaki qurbaşlar hücum kıladı. Xorazmning mana şu şimal tomoniga Charjava tomonidan Türkmen serdari Xonqozi başçılığındaki küreççiler hücum kılıp pitnekçilik kelediler. Pitnekte ular dökanlarını talaydılar, günah adamlarını atadılar. Atışma bulup şu yerden ular qaytib ketediler. Dökanlarındaki bütün mallarını talap aravaga yüklep pitneklik
texnik aravakeşlerini mecbur kılıp yüklep alıp ketip Sultan Sencel tuzu arkalı ötüp ketedi. Ertesi günü birge Kızıl askerler keledi. Kızıl askerler tazalaş ötüp ketip bütünkilerden kimler hayır hakkı bozdurman şu kürekçilerge degen bahanada boylarını, aksakallarını, yekke dikallarını tutup kamap ularını Hazaras tumanıga alıp ketediler. 30 neferge yakınını. O yerde ular bir ay saklanıp o bu tamamından sizlerini Taşkent'e alıp ketemiz deyip bahanada Tassakıga, Karadaş pristanaga alıp gelip Keçkurun mana şu yerge, mana şu İsmail Şambuğa kışlağı, Pitne kışlağı ortasındaki mana şu Teppeli Kır degen yerge alıp gelip atıp taşlandı. 18 nefer bir məlumat qaraganda, ikinci məlumat qaraganda 28 neferdi. Dahşetli tarzda atılgan, kol ayakları bağlangan halda hemmesi bir havuzga kömülgen. Keyinçelik mana şu atqallar maqtanışgan. Biz mana şu kolxoz düşmanlarını atıp başladık. Qarindosh ağaylari eshitib, bobolarimiz eshitib, bir necha kundan keyin mana şu atılgan joyga kelib, mana şu Tepeli Qirga kelib, qarindosh ağaylarini, atalarini tanib, kunduzi belgi qo'yib, kechqurunlar aravaza kelib olib ketib, Ömürmercan bu baş qabristonga olib borib ko'nganlar. Qatag'alik siyosati şu 17-yilda boshliqli davlat tashkil topgan bo'lsa, 30-yillarda katta qirg'in, keyinchalik mana 50-yillardagi qatag'an siyosati, 80-yillik paxta ishi bilan bog'liq qatag'an siyosati ana shunday siyosatlardan Sovet davlatining mana shu mashhur siyosatlardan biri. Sovet davlati tashkil topgandan boshlab o'ziga qarshi bo'lgan insonlarni, kuchlarni yo'q qilish siyosatini olib borganlar. Ya yashirin tarzda, ya oshkor tarzda olib borganlar. Masalan 37-38-yildagi atalganlarning ro'yxati 1933-yilda tuzilgan. Mana shu viloyat partiya arxivida shularning ro'yxati saqlangan tumanlar bo'yicha. Men ishlab shu arxivda shularning nomlarini, bitneklik qatan qilganlarning nomlarini yozib olganman. Kitobda chiqarganman shuni. Qatag'on qurbonlari. Biz Qatag'on qurbonlarini topish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqdamiz va ularni avlodlarini izlab qishloqlar, shaharlarga ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirmoqdamiz. Mana shu ekspeditsiyalar jarayonida har bir mahalladan, har bir qishloqdan, shahardan ularni avlodlarini izladik. Shu bilan birgalikda mahallaning keksa otaxonlaridan ham bu voqealarni so'rab surishtirib, og'zaki tarix materiallari yig'moqdamiz. Bu materiallar demak kelajakdagi arxiv tadqiqotlari bilan solishtirish va arxivlarga kirmagan ma'lumotlarni ham, ya'ni shu bilan birgalikda Qatag'on qurboni bo'lgan insonlarning avlodlari chekkan azoblar, jabr va jafolarni ham yoritib berishda muhim bir manba sifatida xizmat qiladi. Bugungi kunda bizni muzeyimizda ham juda ko'plagan eksponatlar va arxiv hujjatlari yig'ilmoqda va juda ko'plagan arxiv tadqiqotlarimiz natijalari bu yerga jamlanmoqda va keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun ham muhim asos manba sifatida xizmat qiladi. Shu hududdan yetishib chiqqan va o'zini qishlog'ini juda ham yaxshi ko'radigan fidoyi ustozlar Sadulla Matyaqubov, Saidjon aka Qurbonboyev, rahmatli Karimboy Alloquliyev nomlarini hurmat bilan esga olamiz, chunki ular bizga mana shu qishloqdagi tarixni yoritib berishda juda katta ko'makchi, yordamchi bo'ldilar va har bir Qatag'on qurboni bo'lgan insonni uylarini izlab topishimizda va ularni xotiralarini olishimizda bizga ko'makchi bo'ldilar. Mana mening qo'limda Karvak xotira kitobi deb nomlangan risola. Ana shu risolani yozgan ustozimiz Karimboy Alloquliyev qishlog'idagi 51 nafar insonni hayotiga nazar solibdilar. U kishilarning azob uqubatlarini shu kitobga muhrlatdilar. 51 kishini taqdirini topish jarayonida bir shafqatsizlikning, o'ta shafqatsizlikning guvohi bo'lganman. Mana masalan biz to'y qilamiz, arja deymiz. Arja bor hozir ham. Gelin arjası bilan geladi, şkafı bilan geladi. Oddiy dehqon odam bo'lgan, Sulton Annayev degan, shu uylangan, uni yaxshi arjasi bo'lgan. Buni endi shu vaqt ustalar shuni yaxshi o'tgan, kilitini aytgan vaqtimda jang'irdab ses beradigan mahorat bilan. Shu arjani kolxoza ber, toza kolxoz tashkil bo'lgan, proletariat kolxozi. Shu arjani kolxoza berasan deb uyine geldiler.
Taze kelinçek, taze kiyev. Yok ben berip bilmem. Axı məni beycim şunda göynekim, nem duradı şunda dese, şunda bula aytkan bermesen demek sen Sovet hükümetinin düşmanı, kolxozun düşmanı seni ertege qamoqqa alamiz deb bunu urup gitkenler. Keyin bu indi John Sheerin qamoqqa gitse qamoqdan qaytib kelib bilmeydi, Sibir'e gitedi. Bu adam kaçkan. Kaçıp hazır indi bu Darganata Türkmenistan hududunda şöyle Bollunu toğayı, Sedver deyen, keyin Metyaz Cilli deyen toğayla bolgan. Şu toğayda yaşırınıp 16-18 yıl yaşagan. Lekin bunları köp mərtə tutup alış maqsadda inkibudun adamları qarab bargan toğaya. Ballarını alıp bargan. Onu Quryaz, Cimyaz deyen balları bolgan. Şuları alıp bargan. Lekin bu adamlar şunun bir parasatlı, zirek bolgan. Şu toğayı bir yerinde durup bunları göre dekenler. Yanında adam var. Demek çıkmaydı. Şu ata çıkın, ben geldim, ben size nonek geldim de balları Quryaz, Cimyaz derler çakırada eken. Lekin bunlar çıkmagan. Çünkü bilip duruptu. Yanında adam var. Bir yerden, lekin bu toğay şunun toğay ki, onun içine giriyor adam çıkıp bilgelemez. Kalın ösken, cengel. Lekin buna karan 18 yıl toğayda yaşar. Şarait yok. Toğayda o vakti yol var boğan. Kalın toğayla kapkaranı. Şöyle yaşagan bular. Metanet bilen, sabır takat bilen. Yaxşı günler gelişini, yaxşı zamanlar boluşunu bilgenler şu vakti. Ben bunlar ballar bilen köp günleşken ben bunlara benim konuşum boğan. Şu adamlar hiç kaçan boysun yenemez. Yok diyen bize şu çalhoza boysunumuz, çalhoz bize hiç kaçan gerek miydi? Ben şu yekki yalğız yaşasamam, mustakil toğayda yaşamam diyen. Bu kişiler aklanganmı ki? Bu kişi 54. yılda uyuna qaytib geldi. Lekin şu azaplar, zah, korku, soğuk, her yıl kıyın şarayette yaşagan. Onlar küme kazıp yaşagan. Kümeni bilesme, yeri teyinde yaşagan. Kış vakti. Ondan ot yakıp olmaydı, o katı melimi yok. Ne oydu o? Balık tutsa balık yedi, başka vez yok öyle. Hiç vez yok öyle. Şu 56. yıllarda bu kişi kaza kılgan. Lekin balları şundan şükür kılgan. Atamızın cesedi şu Sibir'de kaza nime kıla dedik. Şu toprağımızda kaldık o deyip, şuna köp şükür kılganlar. Qatag'on qurbonlari. Sadullahda mana shu ilmiy tadqiqotlar davomida Pitnek vohasidan, ana shu sizga yaqin hududlardan qancha odamni aniqlashga muvaffaq bo'ldingiz? Dastlab 10 odam edi ular. Undan keyin izlayversam, men neden olaman materiali deganda xalqning o'zidan olaman. To'y ma'rakalarda gapiradilar tarix bo'yicha. Bu temani izlash kerak, topish kerak deb izlamaga qaradim. Mahallama girib chiqdim. Qarasam bu hali bir 90-yildagi topilgan material axir. Yana qarab turibmiz, suzistiyatimiz Qatag'on sababli boshqa gaplar bilan yo'q qilingan odamlar 300 ga yaqinlashdi. Shular hammasini jamlab kelajakda endi bir Seyitjon ustamiz bilan bir kitobcha qilish niyatidamiz. Shulardan Qatag'on bo'lgan 36 kishidan ayrimlarning nomlarini aytishga ruxsat bersangiz. 1937-yil 3-noyabrda yo'q qilingan Qatag'on qilinganlardan Eshniyaz Molla Quryaz, Ataniyaz Molla Adamboy, Jumanazarov Atash Qassob. 38-yilda mening bobom atilgan kunda 5 ta Adamov Jumaboy bobom, Matnazarov Hayitboy, Madrimov Ro'ziboy, Jumaniyazov Xo'janiyaz, Yusupov Qalandar Xarrat. 38-yil 16 fevralda atilganlar Bobojonov Kenja, Jumanazarov Hoji, Ibrohimov Ahmad, Iskandarov Bobojon. Hammasi mana shu bularning tarixi, qachon sot qilingani, nima uchun sot qilinganlari mana shu kitobda aniq berilgan. Kitob hozir qo'l yozma holatda. Endi shu kitob xudo xolasa Xorazm tarixi, Qatag'onlar tarixi uchun yaxshi bir nima bo'lib qoladi. Sayitjon aka, bu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlaringiz qanday samara berdi? Ana shular haqida ham gapirib bersangiz. Men maktabni 1969-yilda tugatganman. Shundan boshlab Pitnek tarixi bo'yicha, Xorazm tarixi bo'yicha qiziqib, materiallar yig'a boshladim. 73-78-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universitetining tarix fakultetini tugatganman. Keyin o'qituvchi bo'lib ishladim.
başqa sohalarda işlədim, lekin 40 il məktəbdə tarix fənni oxucusu olub işlədim. Bir məktəbin özündə axırki 32 il işləb pensiyaya çıxanman. Şu materiallarım əsasında 1990-cı ildə Xarəzm nəşriyyatında Fitnə tarixi deyən kitabçam basılıb çıxdı. Keyin ikinci nəşrini toldurub 2007-ci ildə Taşkentdəki İstiqlal nəşriyyatında nəşr qıldım. Və Fitnə tarixi boyunca hazırki günə materiallar yığıyab mən. Onun üçüncü kitabını çıxarış niyetim var. Tarix xatirəsi gələcək yox. Biz tarixini qançaq bilsək, gələcəkini şunçalik idrak qılamız. Şunçalik yaxşı işlərini qılamız tarixini bilsək. Vətənimizin tarixini biliş hər bir insanın burçudur deyib mən biləməm. Prezidentimiz Şevket Miromonovich Mirziyoyev açıq, aydın bunu yaratış üçün, yenə qanday kəmçilikləri bolsa şular qaytadan düzəltiş üçün bizlərə yürək verdiler. Kuvvet verdiler. Qatağanlar hatırasını yaratış ve kalğanlarından tapış, aydınlaştırış maksadında yeni karar çıkardılar. Bu kararlar bizge medet verip, kuvvet verip duruptu. Mene biz sövünüp şu işleri yaratıyatırmız. Bu bizler işimiz gelecek evlad için. Biz toluk ahırına yetkeze almasak, elbette gelecek evlad bunu yetkezedi. 52 yıl okutuculuk kıldım ben. Bütün işi Pitnek şehri kışlağını işlemeyen mektebim yok. Hemmesi özümün uyum, özümün persentlerimdin. Ailemden hemen balarım okutucu. Nira var dese apparadılar. Şu işi kılalı dese ürgençe apparadılar. Arkayıpta azgına işimiz var. Şu babamın yığınlagan baylıkları ekit düzüp alınlar. Şuna çok kızıkıp durmanlar. Fakir bile aytamam babalarıma. Ümitcan Bekmetov şular hakkında yazmak karadı. Bardım, uçuraştım. Yaza verin, menem yazaman dedi. Fakirlanama siz bilen de tebriklep kayttım. Şular başka yoldan, şular ilmi şunçeline adamla bolgan. Kanı bizerim şulardan ilim bilen halkımıza bir yaxşı miras kaldırsak. Sadullo ota, mana tarixni oydinlashtirishda juda katta ishlar boshlagan ekansiz. Yoshlar ham tevarakingizda farzandlaringiz sizga xayrixoh bo'lib turibdilar. Kelajakda tarix bitiklari bitilgan kitoblarning shakllanishini istab qolamiz. Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bu ilmiy ijodiy faoliyatda charchamang. Tarixiy xotira barchani nihoyatda sergaklikka chorlaydi. Qaysiki davlat o'zga bir davlatni bosqinchilik yo'li bilan bosib olar ekan, uning xalqini boshini silamagan. Uning yer osti, yer usti boyliklariga egalik qilish va bu inson resurslaridan foydalanishni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Qachonki mamlakat xalq vakillari o'zining yurtini mustaqilligini asrab qolishni va hur yashashni, hur davlat qurishni orzu qilgan bo'lsalar, bu insonlar siyosiy qatag'on domiga uchraganlar. Ya'ni o'sha mustamlakachi davlat tomonidan mana 130 yildan ortiq o'tgan vaqt davr mobaynida bu haqiqat yana bir bora ko'rsatildi va bugungi ilmiy tadqiqotlar, o'rganishlar samarasida bu insonlarning xotiralari abadiylashtirilmoqda. Qatag'on qurboni bo'lgan insonlarni xotirasini abadiylashtirish muhim, chunki ular nomlari qoralangan o'sha davrda ularning poy xotiralarini tiklash bu davrdagi avlod uchun ham, keyingi avlod uchun ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bugungi davrda ayniqsa shiddat bilan rivojlanayotgan davr, globallashuv davrida va geosiyosiy maqsadlar o'zgarayotgan bir davrda har bir mamlakat, har bir millat o'zining ozodligini, mustaqilligini, qadriyatlarini asramog'i lozim va bu hududni, ozod tuproqni o'zidan keyingi keluvchi avlodga ozod va obod qoldirmog'i lozim hisoblanadi. Hurmatli tarix ixlosmandlari, biz bugun Xorazmning Kunchiqar zamini, Tuproq qal'adagi Pitnak vohasi bilan bog'liq tarixiy voqealarga to'xtaldik. Qatl qilingan insonlar hayoti haqida fikrlarni sizga taqdim qilishga harakat qildik. Ilmiy tadqiqotlar hali ko'p tarixiy voqeliklarni oydinlashtirsa ajab emas.